Qiz farzand jannat gulidir. Yana qizmi? Bir ayolning ko'zi yorigandi. Chaqaloqlar, egizaklar. Go'daklarning ikkisi ham qizaloq. Birinchi farzandi ham qiz ekan. Jami 3 ta qiz bo'libdi. Ayol ancha qiynalibdi. Kamiga eri loqal bir bor xabar olmabdi. Xotini qo'ng'iroq qilsa, yana qiz tug'dingmi? Bormayman. O'g'il tuqqaningda boraman, deya qon yig'latibdi. Ortidan ko'rgani kelayotgan yaqinlarining hamda qarindoshlarining keti uzilmayotgan bo'lsa-da, mazluma ayolning ko'zlari erini kutib nigoron emish. Yonidagi sheriklari ham yolg'izlatib qo'ymay, 3 mahal issiq ovqat chiqazib turishibdi. Lekin ular uzatayotgan shoh taomlar eri ko'tarib keladigan yovg'onning o'rnini bosarmidi? Menimcha, boshqa hamma qiyinchiliklarga chidash mumkin. Ayol chidaydi. Ayol kechiradi. Ammo o'lim bilan yuzma-yuz kelib, joningni garovga qo'yish evaziga farzandini dunyoga keltirayotgan paytingda eng yaqin, eng suyangan, eng ishongan odaming, turmush o'rtog'ing yoningda turmasa, sababli bo'lsa ham mayli, ammo yana qizmi deya arazlab xabar olishga yaramasa, bunga chidab bo'lmaydi. Toqat qilish mumkin emas. Aslo. Xullas, noshukur er kelavermagach, ayol yig'lab siqtagani hamda palatadoshlaridan uyalib qattiq siqilgani uchun qon bosimi oshib ketibdi. Bir qarindoshi shu tug'ruqxonada ishlar ekan. Hammasini ko'rib, bilib turganidan sekingina shifokorning qulog'iga shipshitibdi. Maxsus va puxta rejaga binoan er ishonchli bir bahona bilan chaqirtirib olinibdi. Qovog'idan qor yog'ayotgan erkakka uncha-muncha gap ta'sir qilmasligini uqqan doktorlar sekingina kelishgan holda uni muolajaxonaga boshlab borishibdi. Nega, nima uchun degan savollarni yog'dirayotgan otaga hozir tartib shunaqa. Bu analiz uchun deya qisqagina javob berishibdi-da, shartta dard chaqiruvchi ukoldan bitta urishibdi. So'ngra nomiga tomiridan analiz uchun qon olgandek bo'lishib, yarim soatdan keyin ketaverishingiz mumkin deyishibdi. Ma'lum vaqt o'tgach, tomosha boshlanibdi. U yoqdan bu yoqqa zir yugurib dodlayotgan erkakni ko'rib, ko'rmaslikka olayotgan doktorlar har zamonda miyiqlarda kulgancha, "Ha, nima bo'ldi? Juda bezovta bo'lib qoldingiz. Ishqilib tinchlikmi?" deya gap tashlab qo'yisharmish. "Menga qanaqa ukol qildinglar? Og'riqqa chidab bo'lmayapti-ku", deya dodlarmish sho'rlik. Ha, yashang-e. Erkak deganam bitta ukolga shuncha vahima qiladimi? Ana, ayollarni qarang, shunaqa ukoldan nechtasini oladi, lekin churq etgan tovushlari chiqmaydi-ya. Bo'l, erkak bo'l ekanda, ayolning joni 40 ta ehtimol undan ham ko'pdir. Undan ko'ra xotiningizga haykal qo'ying. Mayli, haykal ham qo'ymang. Bir og'izgina "Ahvoling yaxshimi? Qiynalmadingmi onasi?" deya ko'ngil so'rasangiz uning qalbiga o'rnatgan bo'lasiz o'sha oltin haykalni deyishibdi. Erkakdan esa sado chiqmabdi. Ehtimol hamma xatosini anglab yetgandir. Iloho shunday bo'lsin. Bejizga donishmandlardan biri hayot uni o'rganadigan kishilargagina o'rgatadi deb aytmaganda. Hayotda ko'zimiz ko'rgan har bir hodisadan ibrat ola bilganimizda edi, bizga oliygohlarning keragi ham bo'lmay qolardi. Hayot o'rganishni istaganlarga juda ko'p narsalarni o'rgatadi. Faqat hamma gap istakda. Menga qolsa, eng yaxshi muallim hayotning o'zi degan bo'lardim. Shahnoza Qurbonova, Muxlis TV kanali uchun maxsus.